Ana bir yomon bir so'z ekan-da. Men hali ham shu Instagram Ovozini qo'yaylikmi aka bir? Hop, bitta mayli yem chiqarmasak ham aka, bir 2 kurak 3 kurak tashlashib bir ishlatay. Yomon bezuvg narsa ekan-da bu. Men Mishalka ko'rganman, ko'p boshqa joyda ham ko'rsatganman aka. Bo'ladi aka. Bo'ladi. Mana shu turib, yarishni bo'ladi. Aka juvori paya. Makka paya ham mak juvori ekan. Assalomu alaykum. So'mburuz kanali ashaddiy muxlislar e'tiborlaring mana bugun biz 2026-yil xullas mart oylarida biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Og'onboq mavzesida akalar Yanchar Universitet drabilkalar makoniga kelganmiz. Xullas drabilkalarimiz bor, mishalkalar bor, stroykada mishalkalarimiz bor. Hammasini ma'lumotini qisqa va lo'nda qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Like bosib paytishdan qilaverasizlar akalar. Aka, sizlarga chiroyli mahsulotlarni hammasini beraveramiz. Like bosib paytishdan qilaverasizlar. Ozgina kechib qoldi, endi tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Hormon aka. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Sizlar aka charchamayapsizlarmi? Ishlarga rivoj, yilda xizmatdan charchamang aka. Xudoga shukr aka. O'zidan yaxshimi? Endi aka bizga kechib qoldi, men tez savol beraman. Bu ishlab chiqarish korxonangizda chorva yo'nalishidagi texnikalar ekan asosan. Drabilkalar. Endi o'sha drabilkalarimizda shu mana turi qanaqa, nima ishlab chiqaradi o'shalarini ko'rsatib berasiz. Chorva sohasiga bizga asosiy kerak bo'lgan narsalar uy sharoitida ishlatish mumkin bo'lgan drabilkalar, uy sharoitida ishlatish mumkin bo'lgan yem meshalkalar, hamda misol ferma boblari, ferma bob yem meshalka orqasida turibdi aka. Asotimida kattaroq gigantda. Shuna 30 ta molga aka bitta zapravka 30 ta 35 ta shu 30-32 ta molga yetadi aka. Bitta tayyorlagan yer. Bir zapravkasi. Mana bu 820 ishlagan apparatimiz. Bitta zapravka mana shu mana chiqqan ko'rishingiz mumkin. Baraka o'z Instagram kanalida olganmiz. O'ta bezuv ekan akalar. Vosh shum chiqmadi-chi buni. Ha, ishlatib ham ko'rsatib beramiz aka, xohlasa video davomida. Mana shu aka mana shu yem bitta solinganda 25 ta 26 ta molga yetadi aka. Katta kichigiga qarab. Zo'r. Mana bular aka misol fermalar, ishlab chiqarish qilaman degan odamlarga bo'lsa, xizmat ko'rsatishga 380 drabilkalarimiz aka. U somon bu ham universal. Hammasini chiqaraveradi. Hamma narsa aka. Misol makka paya bormi, bug'doy bormi, makka sotasi bormi, somon, makka bug'doy nima bo'lsa xizmat ko'rsatishga mana maydaligini ham aka. Setkasini almashtirib, ish bitaveradi. Mana maydalik qilish aka. Mana shu apparatdan chiqdi mana 30 li setkadan. 15 sekundmi, 17 sekund ham chiqaverdi mana o'sha. Buni pressda olib solishga uspet qilsangiz bo'ldi aka. Uspet qilsa bo'ldi. Voshi gigant ekanda bu. Ha, shu katta 380 aka. Endi aka nima deymiz, nomlaymiz buni? Dinozavr deymiz-da aka. Bo'laveradi aka. Ha. Endi boshlashga emas. Drabilkalarimiz kichikroq, oddiy xo'jalik bob drabilkalar dedim-da. Uy sharoitida, misol chekkaroq joylar bo'lsa ham ishlatish mumkin bo'lgan apparatimiz aka. Misol chekkaroq joy deganim daryo bo'yi emas, misol mahallaning oxirida set past 160-170 deylik. Mana shunday joyda ishlatsa bo'ladigan apparatimiz. Ham makka, ham don, hashay somonlarni bemalol maydalab olsa bo'ladi aka. Xolos. Mana motorlar katta deb ketaveradi aka. Aka buni motorida ham farq bor, ha? Motorlarni ko'ryapsiz. Ha, motor aka mana shuni ko'rishimiz osonroq bo'ladi. Svet yoqalamizmi? Hali katta projektorimiz ham bor edi. Umid akani tepalar turardi hozir. Bu nech kilovatga ishlaydi bu? Xo'p, aka bu 2 kilovat 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlayveradi. Ha, bu motorlarimizning qulaylik tarafi aka. Misol nagruska qilishyapti, tushunmasdan qiynab ishlatishyapti.
motor kuymaydi, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Ya'ni knopkasi ko'rinyaptimi? Miyasi bor. Ha, o'zini o'zi tamizash taqib qo'yadi. Ichini tozalab, yana shu knopkani bosib ishlatsa ishlayveradi. Pichog'i ham Pichog'i kombayn segmentlaridan aka. Original Clash kombaynlar segmenti. Aka, keyin buni admotkasida farqi bormi? Alyumin, mis shunaqalari bormi? Bor. Aka, misol bularga faqat alyumin, sababi kichkina motor, past tok kam joyga beramiz. Tok kam joyga alyumin admotka zo'r ishlaydi. Mana bu tok zo'r bu deysiz aka, mana 200 dan oshiqroq tok bormi? Narxi qanaqa uni? Narxini ham bir o'tkazamiz-da. Narxi va mis motor aka. Mis motor. Mis motorlar misol mahaviy pichoqligi bor, boshqachasi bor. Malatkoy mislarimiz bor 3 milliondan aka. So mana shular malatkoy aka. Bolg'asini chiqarib beradi. Tashqarida ham turadi-yu. Mana aka. Bolg'alari bor. Malatkoy segmentli pichoqlarimiz. Mis admotkada misol mana shular 3 million so'm. 3 million so'm. Bularda aka mana mahaviyligi aka, misol ko'pchilar quyma mahaviy deb ko'p so'rashyapti bizdan. Quyma mahaviy. Pichoqlar 2 qavat bo'ladi, tepasida ham, pastida ham bor. Misol mana bundan tashqari, buni tagida ham yana segmenti bor. Xo'p. Bunisining narxi 3 million 300 ming so'm chiqadi. 3 million 300 ming so'm. Mana shunga qarab aka bir o'zgaraveradi. Malatkoy yo nima, keyin aka mana mis motorda yengil varianti, arzon varianti. Mana shu mis motor-a bu? Bu ham mis motor aka. Malatkoy segmentlik. 2 million 900 dan qilib beraveramiz. 2 million 900 dan qilib berasiz. Qilib beraveramiz. 220 ga ishlayveradi. 220 ga ishlaydi. Bunda ham o'sha ana birinchi ko'rsatganimiz aka bor-ku, misol kuyishga zashda. Ashla narsalari bor. Tushunmagan odam ishlatsa ham darrov motor kuydirib qo'yib, hali ziyonga kirmaydi, bog'lasa. Xullas, avtomatik o'zini-o'zi himoya qiladi. O'zini-o'zi himoya qilib o'zib qo'yadi. Yaxshi, zo'r. Ishlashni ham ko'raylikmi aka? Mayli, u endi hozir mana ishlagandan keyin yana boshqa somon olib chiq, boshqami bor ekan endi somonimiz. Borlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Borini ishlab chiqarib ko'rsataveramiz. Chunki mana bular chiqdi. Ko'rsatildi. Prosta men ozgina kech qo'yganmiz hisobiga. Sal shom bo'lib qolganligi uchun aka, endi yo'q bo'lmasa bir ishlashimda qo'yib o'tiraylik. Ishlashni ko'rsatib qo'yaman. Imkon boricha yorityapmiz. Boshladik emasman, mana shu yerda. Ketaverdingmi aka? Ketaverdik. Endi shu yerda bor narsani sot ko'rsatamiz. Buni nalurasini narishamiz. Labbi. Hop, akalar mana. Nayingini. Endi buni samigilar pichog'i zo'r, anetida setkasi-da, setkasiga qarab nima qilaveradi. Hop, emasa aka, narini ham bir ko'rakchi. Bo'ldi aka, shuni motori bir xil, chiqarish tezroq variant aka. Motor bir xil. Motori bir xil. Hop, ko'rsatdik aka. Endi bular o'sha mas'alamin xil narsada o'zi, to'g'rimi? Mas'alamin deb ikkovini misol pulida farqi bo'ladi, kelishtirib berasiz-da. Kelishtirib beramiz aka. Bular endi qanday narsa endi? Bulardan farqi bor. Bular sal kuchliroq, kattaroq ekanda. Kuchliroq, kattaroq variant aka. Misol bular 2 kilovat, bular 4 kilovatlik. Bular 2 kilovat. Yonida yana ham kattasi aka, 6,5 kilovatlik. Bunisi 6,5 kilovatlik ekan. Mis motor so'rashganlar uchun mana mis motor. Mis motori ham bor akalar. Endi aka bularni ko'ryapman-da mana bu qozon bilan. Bu qozonning shakli boshqacha, o'zgacha chiroyli. Bu o'z hammasi o'zini odamga nima deydi, didiga qarab yasalganda, kimga qanaqa. Lekin mana shu o'zgacha ko'rinyapti. Bu hammaga kimga qanday deganda aka, narxda farqlar bo'ladimi aka? Narxda farq bo'ladi aka, misol motoriga qarab, pichog'iga qarab. Bu bunaqa shakliga qarab farq qilmaydi deyarlar. Yo'q, farq qilmas, asli qiladi, lekin biz qildirmasdan sotyapmiz. Imkon qadar. Imkon qadar, misol
Mana bu variantimizni ishlashga, mehnatiga boshqa narsa kuch ketadi aka. Bu variantni ishlashga, mehnatiga boshqacha kuch ketadi. Hop, motori 3 kilovat, o'sha 4 kilovat motor, malatkoy pichoq bo'lsa, bu variantga bo'lsa ham, bu variantga bo'lsa ham narxi bir xil aka. O'zi menga mana variantga yoqdi, shunga 4 kilovat motor qo'yib, malatkoy pichoq qo'yib bering desa, o'sha 4 kilovat motor narxida qilib bera olamiz. Aka, hozir malatkoy pichoq deyapsiz. Yana qanaqa pichog'i bo'ladi endi? Hop, aka mana svetimiz yonig'a bir ko'rsatib qo'yamiz-da. mana aka. Farqini. Hop, aka, malatkoy, malatkoyda ham bu 3 burchakli varianti. Hop, 3 ketib qoldi. Oyoqqa mayli u. Mana bunisi oyoqqa yetadi. yo'q, xudo xohlasa olib turibman aka. Mana bunisi boshqacha malatkoy mana. Uzuncha yapala varianti. Hop, mana shu yerda o'zi 2 xil pichoq bo'ldi. Mana bu mahaviy variantimiz. Mana u narsa, naringda yo'qmi bunda? Yo'q, bor. Bu malatoy deyiladi aka. Mana bu narsa qalin, listi qalin, og'ir, uncha narsaga nagruzka to'xtamaydi. Buning uchun tok yaxshi bo'lsa bo'ldi. Xo'p, mana bunisi aka. Bu quyma mahaviy deyishadi. Yana ham qalin, yana ham og'irroq aka. Xo'p, mana bunisi aka. Eng tok past joyga beradigan pichog'imiz. Mana o'sha ham sal yuqoriroq a? Yo'q, bu malatoy bilan bir xil, просто malatoy yo'q. Malatoy yo'q. Mana bu malatkoy mana. Mana shuni malatoy yo'q variant. Bundan ko'ra bu yengilroq bo'ladi. 4 ta bolg'asi yo'q. Tig'larga qarab ham narxida farq bo'ladimi? Narxida farq bo'ladi aka. Farq bo'ladi, ha? 100 ming 150 ming atrofida almashadi. Yo'q, bu rasxodda o'zi aka. Shuni siz bunga nisbatan ortiqcha pul ham qo'ymiz, ko'p obam tashlamaymiz, o'ziga ketgan rasxodni farq qiladi, ha? Rasxodda o'zi, misol ideyamiz bepul bo'lyapti aka. Ideyamiz bepul, ilmimiz bepul ketyapti. Faqat mana shunga o'yinglar temirda narxini qo'yilyapti xolos. Bo'ldi. Aka, endi bularni mana ularni ko'rsatdik endi, hali kun kechib bo'lib qolgan hisobi, xudo xolasa boshqa kunlari yakshanba kuni yana kattaga men 5 art bozoriga boraman. Xudo xolasa. Yo'llarga kattaroq ma'lumot olib o'tib ketaveraman-da aka. Drabilkalaringiz mana gigantlardan, dinozavr deydimi, bulardan tashqari, bulardan hozir Adil mishalkani gaplashamiz aka. Mana shu yerda nech pulgacha mishalkamiz bor. Endi bittalab sizni nima qilmaydi? Bo'ldi aka, hop. Kun ham kech bo'lyapti, to'g'risi. Aka 2 million so'mdan, 2 million so'mdan 3 million 300 ming 400 minggacha drabilkalarimiz 220 da ishlagan apparatlarimiz bor. Hop, 2 million bu summa ichiga dastlabki ham kiryapti aka. Dastlabki qayerga? Vodiyga bepul bo'lyapti. Vodiyga yetkazib berish bepul bo'lyapti. Voha taraflarimiz bo'lsa, misol Qashqadaryo, Xorazm, Surxondaryo, hop, Jizzax o'tlarga asosiy sentralni yo'ldan olib kirib ketishamiz. Isuzudan beramiz, yo'l kiramidan. Isuzudan tushirib telefonlarni olib kirib ketsa bo'ldi yo'l bo'yidan. Uni ham yo'l kirasi bepul. Mana shu narxda ichida bo'lyapti. O'sha sentralni yo'lga chiqib olib kirib ketadi, o'zlari ozgina harakat qiladi. Misol sentralni yo'l hamma joyga yaqin, misol har qanaqa rayonga yaqin. Isuzu qishloqlarni ichiga kirib nima qilmaydi-da. Ko'proq agar optim oladigan bo'lsa aka, magazinga sotgani olaman deb avion oladigan odam o'sha qishloqgacha kirib berasiz. Endi shu bir mashina olsa qilib beradi. Bir mashina olsa avion olyapti. O'zbekistonda bitta bo'shaydi. O'zbekiston qaysi burchagida mashinamizga 30 ta 35 ta sig'adi aka. Shu nimada tartibga olinsa, do'konlari qayerda bo'lsa shu kabi olib beramiz. Misol Turkmaniston chegarasi bo'lmaydimi do'konlar? Olib beraveramiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Mana shu narsa kerakda aka menga. Xudo xolasa. Zo'r. Endi aka, mana mishalkani bir yomon besuganda men hali ham shu Instagramga ovozini qo'yalaymi aka bir? Bitta mayli yem chiqarmasak ham aka, bir 2 kura 3 kura tashanchi bir ishlatay. Yomon bezug narsa ekanda bu. Men mishalka ko'rganman, ko'p boshqa joyda ham ko'rsatganman aka. Mishalka vashi bezug bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ishlayapti aka o'sha. Taqirda qurib boshqasi yo'q-da akalar. Mana aka. Endi chotki hammasini Instagramda ko'rsatdik-ku akalar, baraka olsun. Mana. Endi hozir kech kirganda bularda odamlar qovuradi. O'ta bezuk. Mana shu yonida turibdi akalar mana. Zirlash, boshqa narsa yo'q. Xullas molxonangizda ishlatasiz. Samiglarni qo'shningiz yo qo'shni firma, xullas mahalla qishloq joyda, hali nima zid joylashgan joylarda
aholiga mishat qilmaydi ekanda. Yo'q, qo'shnisi injiq bo'lsa ham xalaqit qilmaydi. Ha, xullas bezuk, maza qiladi. Aka, buni narxi qiziqda bizga. Narxi aka, xo'p. 6,5 million so'm apparatimiz narxi aka. Aha. Bularga plus qo'shishimiz mumkin bo'lgan narsalar g'ildirak bo'lyapti aka buni. Aha. Yaqinroq ko'rsatsak. Aha. Bu baquvvati aka, dolasi 400 ming qo'shiladi, 4 ta balon qo'yiladi. Ha, o'sha balonlarni qo'yib berasiz, 400 ming qo'shiladi. 6 million 900 mingga aylanadi. Yurishga ham, aqa-baqa yurishga ham shuda o'zi. Endi bu bag'ga ham sabab borki, misol bir joydan ikkinchi joyga olgani, ko'tarishgani bir 5-6 odam chaqirishmaydi, bitta o'zlari bemalol joylab qo'yishadi. To'g'ri. Bu qanaqa to'pga ishlaydi? 220? 220 ga ishlaydi. 220 ishlaydi. Bu necha kiloli bu? 350 kilo. 350 kilo yem sig'imi, ha? 350 kilo yem sig'imi bu misol mana bu xashakka emas, misol silos bilan tayyorlangan bu yem teng yarmini tayyorlaydi. Bu yengil, gabaritli hisobiga yarmi. narsada bu. 350 kilo yem tayyorlab beradi. Don dozi bo'lsa, makka, bug'doy, kepish, sho'rqa narsalar bo'lsa 350 kilo oshiq ham aralashtirib beradi. Zo'r. Misol bunda bu o'rtachasi aka. O'shada bu oddiy xalq uchun hali 5 ta 10 ta nechtaga? Ya bu 25 ta molga yetadi aka. 25 ta 30 ta o'sha mol boqadigan odamlarda men so'rayapmanki 5 ta 10 ta mol boqadigan odamga ham yasasa bo'ladimi shundan? Ha, mana 15 ta. Qaramabman akalar. 15 ta molga aka. Kichikroq necha kiloli bu? 250 kiloli. 250 kiloli akalar, ishlash shunaqa. Prosta kichkinaroq, pulini ham sal chegirmalar bilan. Kichkinaroq variantda. Va buni sonra 30 ta molga. Bari ham narxi qanaqa? Narxi 5,5 million so'm chiqadi aka. 5,5 million so'm. Bunga ham g'ildirab qo'yib berasizmi? Bu o'sha hali asartnaqa aksessuar masalasi qo'yib beriladi. Misol 5,5 million so'm narxi 400 ming so'm qo'shiladi, qo'yib beramiz. Ha, o'sha g'ildirab qo'yib beringlar desa qo'yib beramiz. Kerak, qo'yib beringlar desa qo'yib beramiz. Buni gigant qanaqa bu? Necha kiloli bu? 500 kiloli aka. Bu 500 kiloli. Akalar, bunisi 500 kiloli. Mana bunda ham balonlar qo'yilgan. Buni narxi qanaqa? Aka, samikilarni aka bizga-da endi odamlar baloni bor yo'q, narx chalkashadi-da. Bitishini aytay, shu ko'rinishini bilan qo'shib gapir. Shu ko'rinishni aytsam aka 9 million 500 ming. Zakazga motor 7,5 kilovat aka, 380. Mana nimamiz ham, balonimiz ham aka qimmatroq. To'g'ri. Misol, mana balondan bu balon qimmatroq. Sababi 500 kilo yukni plus apparat bilan ko'tarib turish kerak. To'g'ri, ko'tarish kerak. Aka, bu necha kilo sig'im dedik? 500 kilo don, 250 kilo yem. 500 kilo donga, 250 kilo shu yemga. Sho'rqali yem. Silos, kepakli, somonli yemga. 30 ta, 34 ta mol, 33 ta mollarga yetadi aka bu primerni. Bunisi qanaqa bunisi? Buni g'ildirak yo'q variant aka. Yo'q, g'ildirak yo'q variant. Ha, mana uni g'ildirak yo'q variant. Endi o'sha zakaz bo'lsa shunga g'ildirak qo'yib beriladi. Qo'yib beriladi. Bunga 380 motor bilan so'rashdi. Bunga 220 motor so'rashgan. Aka, sezon o'tganda men narsani ko'rib qoldim-da men. Hop, so'rab qo'yaman-da. Ha, bemalol. Endi sezon o'tdi, endi baribir. Bu o'zi sezondan keyin bitirdik-da aka. Ha, bu stil ham boshqacha, aka, yangi stil. Bu katyol bu aka. Yo'q, o'shada katyol ham shunaqa kichkina bo'ladi. Bu ikkita 3 ta uyga qiynalsa kerak, 2 ta uyga bemalol isitib beradi. So'q kunda. Hali o'rta koridor, ikkita uylar bo'ladi, shunaqa uylarga. Ha, unaqa ham o'ta zo'r bo'ladi aka. O'ta go'zal. Kichkina motorcha bilan. Buni qanchadan sotdingiz? Buni aka to'g'ri sotishga ulgurmadik, bitta sezonim ustiga olib qoldi. Buni ekonom pechkani berdik aka. Aka, narxini aytamiz, 2 million 200 ming so'm, 300 ming so'm tashna chiqadi. Yaxshi, zo'r. 2 million 200 ming. Misol, lislari aka mana qalinligini ko'rishaversin aka. Nechilar bu? To'rli. To'rli lis aka. Bizlar 1,5lik, 1lik lis emas. Ular endi katyolga xizmat qiladi aka. Ko'mir kuydirib yuboradi. Xizmat qiladi ancha. Zo'r. Misol 2 oy ishlatishganda bir joy teshilib qolmaydi. Ekonomli pechkamiz ham bor aka, talapanlab qo'yganmiz. Ha, ularni ham ko'ramiz. Chiqardi. Xo'p. Bular gigantlar. Gigantlar. Bu necha kilovat, necha pul? Aka, 11 kilovat. 11 kilovat. 11 kilovat. Bitta pressda 20 sekundda maydalab yuboradi. 15-20 sekund. Narxi 9 million chiqadi aka, 9 million. Endi bunisi. Ha, u qo'shilib ketdimi o'zi? Buni qancha dedik? 9 million 200 ming chiqadi aka. 9 million 200 ming so'm chiqadi. Bu dinozavr nima deydi endi bu?
Bu bittasini bitta deyman deydi aka. Voy boy, bitta parasda ne bir yamlab bir yutaman degan shumi? Shu. Haligi videoni aka men ishlatganimiz tashlab beraman, xudo xolasa yorug'da chiroyliroq chiqqan. Instagramga qo'yib oldim yuborasiz. buni. Oldingiz a? Ha, Instagramga olganman. Bo'ldi. Bilmayman 15 sekundmi. Xullas sop ulgurish kerak ekan bo'ldi-da. Solsangiz bo'ldi aytganingizdek. Olasiz ustiga tiqib motor ham 22 kilovat. 22 kilo. Bu tok nechiga yuradi endi? 380 aka. 380 ga ishlaydi. 380 tokka ishlaydi, xudo xolasa. 22 kilovat. Bu katta fermalarga ekanda bu. Bu aka mingta moli bor fermaga berganimiz bor. Bunaqa yo'nalishda emas, bu oldingi eskicharoq variantimiz edi. Misol pushka degan apparatimiz bo'lardi. 5 oyda pichoqni yangilab beryapmiz. Mingta molga xizmat qilyapti. Mana shunday motorli apparatimiz. Tinmaydi aka, har kuni ishlaydi. 5 oyda segmentlari tugayapti, yangilab beryapmiz, olib ketishga. Gap yo'q. Bunlarni nechi pul? Hop, aka 16,5-17 million chiqib qoladi aka. So'mga. 1250 dollar aka narxi. Aka buni ikkalasi misol ikkalasi bir xil apparat mana. Bir xil apparat. Mana shu ikkita variantga ham beramiz qo'shib. Aha. Misol bitta apparati variantga ikkita beriladi. Aka, mana variankasida farq qilyapti xolos ha buni. Yo'q. Misol bunda ham shu variantga bor komplektida. Ha, bor. Misol bunda don chiqarasiz. Bu variantga qotirib don chiqarasiz. Bitta nimaga dravilkaga mana undan ikkita berilar ekan. Kaskasidan ikkita beramiz. Bo'ldi, komplekt ekan. Komplekt. Misol somon chiqarganda buni qo'yib olishadi. Bug'doy chiqarganda buni qo'yib olishadi. chiqarsa buni chiqaradi. Mana kichkinaroq apparatimiz ham shunaqa 11 kilovatimiz ham. Unga ham ikkita qo'shib beramiz. Ikkita qo'shib beramiz. Zo'r. Akalar, hozir ma'lumotni qo'ldagigacha berdik. Dravilkalarda o'zi kechib qotmana yig'ishtirishni boshladi. Endi aka, mana bu yerda endi esdan chiqmay qolgan narsamiz, mana yerda mishalkalar bor ekan. Betona mishalkalarimiz aka, ustakalarimiz uchun ayni hozir ishlatilgan paytlar endi mana. Aka, xullas uyingizda hali molingiz bor, endi molni ham sotib boshqa narsa oling demaymiz. Molingiz bor, endi boshqa biznes ham yoniga qo'shmoqchisizda. Molni sotasiz, hammasini emas. Bundan olasizda, arendaga qo'yasiz. Soqqani qilasizda, jigar. Mishalkalarimiz xullas qo'l bola baquvvat qilib yasalgan. Xullas, qani buni orqa tarafini mana shuni ko'rak. Mana o'zini miyasi bor ekan, aka. Aka, voltmetr datchigi. Bu voltmetr datchigi. Bu hali izlatgan narsamiz aka, o'sha motor kuymaydi, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. O'sha predahnetel narsa. Bu sig'imi qanaqa buni? Bir xilmi bular? Hop, ikki xil sig'imligimiz bor aka. Hozir bu ustakalarimiz uchun, misol 0,25 kubalik ustakalarimiz ko'chaga yo arenda bergan akalarimiz uchun o'ta qulay apparat, ham yengil, ham ish beradigan narsa. Misol 2 g'ildirakli aravachamiz ham tugab qoldi-ku, o'zimizda ham bor edi. Hozir yetmoqchi edim shu bularda aravachasi ham yo'qmi? Bor edi. Endi 1 g'ildirak bitta ikkita qoldi xolos aka, tugab qoldi. Endi sezoni qilasizmi? 2 g'ildirakli aravachani to'la tayyorlab beradi zapravka. 2 g'ildirak. Mana aravachaga ortib qoladi. 1,5 ta bo'ladi. 1,5 ta chiqadi. 1,5 ta chiqadi. Bu aravaga 1,5 ta chiqadi ekan. Yo'q, ammo bu uchun bor, buni arava ishlasangiz 2 oyroq bo'ladi. Ikkinchisiga yarim bo'lib qoladi. Bu o'zi katta nimaga edi? Katta chiqadi. Kichirog'i ham bormi buni? Kichirog'ini nima qilasiz aka? U bebaraka bo'lib qoladi. Bu ustakalarimiz uchun eng anaqasi bu. Yo'q, demoqchiman, kichirog'i deb bu kattasini o'ylayapman-da buni. Unga kamroq tayyorlashadi aka, bu. 2 xili bor deylik. Ha, mana kattarog'i bor aka. Ha, aynan. Misol, hop, buni ishlatadigan odamlar aka ustalar emas. Endi ustakalarimiz ham bir joyda ishlab ko'proq qilaman desa, ma'qul kelaveradi. Aha. Buni ishlatadigan asosiy akalarimiz klinka quyadigan akalar bo'lishadi. Misol, devorlarga qotiradigan anaqa plitalar ko'ryapsizlar. Rekan terib turib qotirib. Bir joyda bitta ishxonada beton mahsulotlar ishlab chiqaradigan ishxonalarda ishlaydi bu asosan. Ha, shu klinka quygan akalarimizga 0,40 kubalik sig'imi bitta tayyorlaganda ko'p tayyorlab olishadi-da. Sekin-sekin quyishaveradi, qolipga quyib taklab tashlaveradi. O'sha pechkasiga olib kelib. Xolos o'sha akalarimiz uchun bu narxi hop 5,5 million, 5 million 600 chiqadi. Narini qancha dedik? 4 million 200 ming. 4 million 200. Hop, Kelishib beramiz aka, hammasi. ular sinovdan
Chiqdi, aptechkadan. Aka, aptechkadan chiqib. chiqib, Siz vaqtli necha yillardan beri sotasiz? Ustalar bir hamma jali vaqib 1 yilda ya 5-6 oyda ulug' bo'ldi degan joyi yo'q. uni gaplarni o'tib kelganmiz aka. Misol, birinchi qilganimizda, tajriba pastli paytlarda sizlatgan narsa bo'ladi. O'sha sizlatgan narsa bo'lgani uchun biz shu paytgacha yuribmiz. Ha. Misol, bittasini tortaylik bu yoqqa. Chunki aka bitta men qo'lingizda so'raganimda men buni mishalkani ko'p ishlatganman Rossiyada, o'shani so'rayapman. Rossiyada anaqasini ishlatgansizlarda, Ha, zavodskoy. shunaqa. Bu qo'l bolasi aka, o'sha zavodskoy effektini beradi. Beradi. Mana hozir aka bitta qo'limda mana ikkita barmoqda, endi ikkita barmoq ushlamaslik iloji yo'q. Hozir bunda balans beton bo'lsa bir xil bo'ladi. Ha, Bu ichida beton bo'lsa aha, bir xil bo'ladi. Hozir motor taraf bosib turadi. to'g'ri. Xo'p. O'zgarishlar aka. Mana shu narsa rul yengil bo'ldi. Motorlar kichikroq qo'yardik, motorlar kattaroq qo'yildi. Misol, qayerga olib borib ishlatsa, beton bilan to'xtab qolmaydi. To'g'ri. Ko'p joyda sinovdan o'tib kelgan nimamiz ishlab turgan joyda sit o'chadi. Yarim soat, 10 minut, 5 minut sit o'chadi. O'shanda ko'pchilik to'kmasdan ham svet kelganda mishalkan ichida beton olib ketadi-da. betoni bilan yoqishadi, motor aylantirib beradi. Aylantirib yuboramiz. Bemalol aylantirib beradi. Endi juda to'k fajoy bo'lsa nima yo'q, to'klar yaxshiroq bo'lsa. Usta ham insofini yevormagandir. Mabodo osalarga aytib qo'yapman-da, akalar, sal yordam berib yuborasizlar. Ya operator o'chilar bo'lsa biz ham bilasizlar. Ha, to'k past bo'lsa yordam berib yuborasiz, lekin yordam berib yuborasizlar. yaxshi to'k bo'lsa yordam charpasi o'zini ishlatadi. Aka, sizni gapingiz to'g'ri. Endi ustaka shuna dedi deb turib o'zi puliga olgan, endi temir o'zini narsasiga jabr qiladigan bo'lsa, sizda bo'lmaydi-da, aka. Shu aka. Endi misol temir bu qarimaydi, qaritadi. To'g'ri. Qancha yaxshi anaqa qaralsa, shuncha ko'p sizga xizmat qilib beradi. Shunaqa narsa aka. Ichkarida aka yashirib qo'ygan narsamiz ham mana surpiriz. Ichkarida aka shu apparatlarimiz, dorisi baqa chiqishga ulgurmaganlari. Ha, mana haligi o'zimiz o'sha pechkalardan o'sha salapallab qo'yibdi, sezoni o'tdi endi. Ekonomli pechkalar aka. Ekonom pechka. Ko'mir, o'tin, ozgina ko'mir, ozgina o'tin bilan ertalabgacha yetib boradigan pechkalar. Xudo endi misol bu videoni bugun ko'rdi, bo'ldi, endi ko'rmaydi degan emas-da. Buni xudo xolasa YouTube tarmog'ida yillar davomida balki 2026-yilda noyabr oyida ko'rib turgan do'stlarimiz bordir. Kerak bo'lsa, mabodo bo'lsangiz barakangizga omad deb kommentariyada yozib, like banglatib qo'yasizlar. Shu like bosgan joyiga necha pulga berib yuborasiz? aka, optim narxiga 830 ming, 40 minglarga berib yuboramiz. Yo'q, 830 mana ikkitalik o'sha eshigi bor, kuldona, ikkita nima soladigan joyi, salafada. Kurechasi hamma yo'g'i bor aka. Gap yo'q aka. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik degan umiddaman. Endi akalar, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri aka, Og'onbog' hududi, Og'onbog' kuyugidan Beshariqqa qarab ketaverishda, Og'onbog' kuyugida hisoblasak, Oqchangal yetmasa, Og'onbog' kuyugidan hisoblasak 1 kilometr yurib kelganda, o'ng qo'lda 3 ta katta archa orientir qilib olishsa bo'ladi aka. Mana videoda ko'rsatamiz. Ular svetofordan kuyugidan 1 kilometr kelish, mana yo'lda bo'yi 3 ta katta archa orientirga. Mana o'sha akalar Afg'onbog'da avtostansiyasidan chiqasizlarda Beshariqqa qarab yurganda. Katta archa. Orientir aka, archa bu, bular archa boshqa yo'q bu yo'lda. Aka, bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa kechirib qo'yasizlar. Sog' salomat bo'lasiz. Yildan xizmatdan charchamang aka. Salomat bo'linglar aka. Kanalingizga Alloh barakasini bersin. Rahmat. Barakasini bersin aka. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Akalar mana hozir nimalarni ko'rsatib qo'ying. Bosh palak chiqaryapti-da bu. Bo'ladi aka, bo'ladi. Mana shu yarisi bo'ladi. Aka, javob payı.
Lekka qo'yayam, men yuvarincha yo'q. Yuvarincha. Yaxshi legasi. Xullas, ikkovi deyarli bir xil narsa. Xo'p, aka, bu 4 kilovat maxavik, quyma maxavik. Aha. Mana akalar chiqarilgan mahsulotimiz. Zo'r. Yo, mana bitta ikkita o'zini bor tashqaridan bor, mana uni ustidan otilib tushgan narsalar. Yana qaysini chiqaramiz? Qaysini tayyorlaymiz? Yedali. Ko'rsin, nimada chiqarishini ham ko'rsin deydi endi aka, samigilarni aka. Odamni ishonchida. Xudo xolasa, aka telefon qilsa, ishlagan boshqa kunduzi chiroyli olingan videolarimizni tashlab beraveramiz. Olaman, menga bitta shunday ishlatib bering. Desa ko'rsatib beraverasiz. Ha, albatta, tayyor videolarimiz, chiroyli qilib olgan videolarimiz bor, qo'yib beramiz aka. Kunduzi bo'lgan. Kunduzi hozir bizga ko'rinish ham g'alatida. Bo'ldi, gap yo'q aka. Zo'r. Gazini bosamiz akalar, harakat qilaveramiz.